Avtoservis kuzatuvchilari, motor sohasida ishlaydigan ustalarimizga bugun motor sborka, motor kran, yana shunga o'xshash narsalar haqida tushuncha berib o'tib ketamiz. Hozir birinchi sizlarga motor sborka haqida ozgina tushuncha berib o'tamiz. Bu motor sborkamizning 3 xil modeli bor. Mana bunaqa ko'rib turganingizdek oyoq yig'iladigan modeli bor. Motorni bu yoqqa qotirib qo'yasizlar. Keyin mana sizlar hozir ko'rsangiz, mana oyoqni tushirganingizdan keyin mana oyoqni tushirganingizdan keyin motorni bu yoqqa yig'ib qo'yasizlar. Qotirib qo'yganingizdan keyin mana bu trubasini tiqib turib, mana olib turib, aylantirib, har xil o'ziga qulay joyga ishlatib turasizlar. Birinchi modelimiz bu. Keyingisi mana motor sborkamiz reduktorli bo'ladi bu. Bunga nisbatan ancha qulay, afzalliklari ko'p. Nimaga qanaqa siz mana reduktori bor. Misol uchun motorni ilib qo'yganingizdan keyin baribir bilasizlar, motorni o'ziga yarasha baribir og'irligi bor. Ani boygilarda oddiy mexanizm bo'lgancha ishlatishga sal noqulay. Bunda reduktorning hisobiga bemalol qiynalmasdan xohlagan poложениyaga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Keyin o'zini mana bunaqa maxsus tog'orasi bor. Bu o'sha motordan oqayotgan har xil moylar, chirik narsalar mana shu yoqqa oqaveradi. Ishxonalarning yeri moy bo'lib ketmaydi, siqit bo'lib ketmaydi. Toza akkuratni ishlaysizlar. Keyin 3-modeliga keladigan bo'lsak, 3-modeli mana bunaqa bu juda oddiy modeli bu. Buni oyog'i yig'ilmaydi. Bunga o'zingizlar bemalol, misol uchun patnis qo'yib olsanglar bo'ladi, boshqa qilsanglar bo'ladi. Bu endi ishxonalarda sal misol uchun joy egallab boshqa qilib qolishi mumkin. Bunisi o'sha afzalligi bunga nisbatan oyog'i yig'iladi, bemalol ishlab bo'lganingizdan keyin yig'ishtirib ishxonalarni bir chekkasiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunaqa 3 xil turdagi motor sborkalarimiz bor. Keyin mana bunaqa mashinani o'zida ilib qo'yib, mana chetiga ilib qo'yib, motori turgan joyida mana shu kurcho'ga ilib qo'yib, bemalol misol uchun lyoqki ishlar bo'ladigan bo'lsa, shu mana bundan foydalanib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bunaqa narsalar ham bor. Keyin motorlarni yechib olish uchun mana bunaqa maxsus kranlarimiz bor. Bunaqa maxsus kranlarimiz bor. Yengil mashinalarga kerak desanglar, mana bunaqa 2 tonnaligi. Buni silindri 8 tonnalik bo'ladi. O'zi 2 tonna bo'lgani bilan mana bunaqa katta baquvvat silindr qo'yilgan bo'ladi. Keyingisi bu katta mashinalar uchun. Motori og'ir mashinalar uchun mana bunaqa 3 tonnalik kranimiz bor. Buni nasosi 12 tonnalik bo'ladi. Mana bunaqa nasosi boygiga nisbatan sal mo'shniyroq bo'ladi. 12 tonna bo'ladi. Keyin mana bunaqa alohida pomagativ narsalari ham bor. Bu narsalar komplektda bo'lmaydi. Ko'pchilik videoda yoki rasmda ko'rib, shu narsa komplektda bo'lar ekan deb olgandan keyin ichidan qidirib qoladi. Yo'q, bu narsa alohida sotuvda. Kimga kerak bo'lsa, misol uchun alohida bor. Sotuvda olsanglar bo'ladi. Shunga o'xshash narsalar motor sohasida qiziqtirsa, boshqa qilsa, bemalol quyidagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.